Assalomu alaykum chorva dehqonlar va obunachilari. Bozorning so'nggi narxlari sizlarga. Necha pul qildi aka buni? 27 ga bermadim aka. 27 ga. Qulayim olib olsin. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka. Necha oylik? 6 oylik. 6 ta suti bor. Olti. Ikkinchi bolasi. O'rasa chiroqdan ekanda. Sen bor deyapman. 27 ga oz qo'shsa beraverasizmi? Aka. Bo'ldi, gap yo'q. 173 77 21 Telegram, WhatsApp, imo ham bor. Bu ana akamiz o'zi 5,5 oylik bo'g'oz 5 litr suti bor. necha pul bunisi puli? Puli qiziq. 22 kami bor. Dastavkasi mendan. Oddiy Oh, bo'g'ozligi naq ekan, o'zi ko'rgan ekan a. O'zi videolarigacha. Yonboshdan deyadimi? Albatta aka. Nechinchi bolasi edi? Aka uchinchisi bundagi, xonadagi. Qiziq akalarimiz bo'lsa, nomerni ham bir marta aytib qo'ying. 90 173 77 21. Bo'yi 120 plus minusda, buniki 125 aka. Rahmat. Akalarimiz bitta layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Telefonlarga aloqa chiqarasizlar. Akalar, navbatdagi sigirimiz kechki bozor narxlari davom etadi akalar. Bu sigirimizni 15 million 500 ming so'mda 5 litr suti bor ekan, 1 oylik gumoni bor ekan, qo'ya qo'yilgan deydi. Akalar, navbatdagi sigirimiz akalar sotildi. 26 million 50 ming so'mga sotildi akalar. 8 oylik bo'g'oz birinchi bola ekan. Narxlar arzon bo'lgan akalarimiz, layklar bosib, obuna bo'lib qo'yamiz.